Men Hamdamov Javohir, Sirdaryo viloyatidan tashrif buyurdim. Oilamizda san'atkorlar bo'lmagan. Men o'zim lekin yoshligimdan qiziqib, yuqori sinfga o'tganim sari bu yo'nalish menda qiziqishim ortib, maktabda 8-sinfligimda musiqa maktabiga borganman. Va shundan so'ng san'at kolleji va O'zbekiston davlat konservatoriyasini tamomlaganman. Adashmasam 2-3-sinfligimda menda uydagilar sezib, lekin unda musiqa maktabiga berishmagan, shunchaki nima deydi, doira asbobini olib berishgan, doira chalganman. Sekin-sekin katta bo'lganim sayin va bu qiziqishni men o'zimda уже mutaxassis sifatida yo'naltirib, keyinchalik musiqa maktabiga borganman. Men o'rta ta'lim maktablarida ham tadbirlarda aynan mana shu san'at yo'nalishida faol ishtirok etganman. Dadamning onalari menga o'sha birinchi bo'lib doira asbobini sovg'a qilganlar. Lekin o'sha paytdagi mendagi hissiyot tuyg'ularni hozir tasvirlab bera olmayman, chunki o'zimda yo'q, ajoyib xursand bo'lganman. Bu uchun shu enajonimga, rahmatli enajonimga kattakon rahmat aytaman. Alloh rahmatga olgan bo'lsin. Meni ayni o'sha san'at sohasiga kirib kelishimda, o'sha professionalni kirib kelishimda ham katta rol egallagan insonlardan bu enajonim bo'ladi. O'zlari ham qiziqqan, ular ham o'sha institutda, Guliston davlat universitetida o'qigan vaqtlarida o'sha xuddi menga o'xshab tadbirlarda faol ishtirok etgan. Mana shu qo'shiq aytib, ular ham doira chalib, ozgina xirgoyi qilishni bilganlar va shu musiqa ularga yoqqani tufayli mendagi qiziqishni ko'rib, meni rag'batlaganlar shu doira sovg'a qilib va mana shu mendagi iqtidorni rivojlantirishda qaysidir ma'noda hissalar katta, meni har doim qo'llab-quvvatlaganlar. Maktabni tugatganimdan so'ng Guliston san'at kollejiga ham qolaversa men bilan birga borganlar imtihonimgacha va konservatoriyaga, O'zbekiston davlat konservatoriyasiga ham kirishimdan oldin bora olmagan bo'lsalarda, обязательно ular bilan muloqotda bo'lib, ulardan duosini olib imtihonga kirib chiqilgan. Mana shu san'atdagi o'rnimda, san'at sohasiga kirishimda katta hissasini qo'shgan insonlardan. Ularni yubileylarida katta qilib nishonlaganmiz. Qarindosh urug'lar kelishgan, o'sha enajonimni dugonalari, yaqinlari kelishgan va o'sha bayramda men ular sovg'a qilgan doira bilan onaxonlarni o'ynatganman rosa va bundan ular juda ham xursand bo'lishgan va dugonalarini oldida bu meni nevaram, men doirani sovg'a qilganman deb, enam qaysidir ma'noda men bilan faxr tuygan o'sha yerda. O'zlari sovg'a qilgan doira bilan o'zlarini o'sha qadrdon dugonalari, qarindoshlarimizni oldida qaysidir ma'noda ishonchlarini oqlaganman. Afsuslanmaganlar, mana shu menga doirani sovg'a qilganlaridan afsuslanmaganlar, faxr tuyganlar men bilan. Keyinchalik o'sha doira chalib, o'zim katta bo'lganim sayin qo'shiq aytish menda yaxshi bo'lganini sezganimdan so'ng mana shu sohaga keyin o'zimni professionalni kirishga qaror qilganman va professionalni desam ham bo'ladi qaysidir ma'noda, chunki o'sha muzikalniy musiqa maktabi, undan keyin san'at kolleji va undan keyin O'zbekiston davlat konservatoriyasini tamomlaganman. Hozirda o'sha ma'lumotim oliy. Shu soha bo'yicha professionalniy xonanda va o'qituvchi ma'lumotiga egaman. Yoshlar orasida ham ikkinchi marta qatnashishim. Birinchi marta 2023-yil qatnashganman va o'sha viloyatda faxrli ikkinchi o'rinni olganman. O'zim ustimda ishlab, o'sha xatolarimni tuzatishga muvaffaq bo'lib, mana bu yil respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdim. Mening har bitta yutug'im avvalambor o'sha ota-onamga juda ham katta faxr tuyg'usini his ettiradi. Men bilan ular faxrlanishadi va menga ular har doim mana shunaqa tanlovlarda yoki bo'lmasam konsertlarda, qayerda bo'lmasa men chiqishlarimda albatta men ulardan avvalambor duolarini olaman. Dadajonimdan va onajonimdan duolarini olganimdan so'ng mana shu menga berilgan duolar mana shu konkurslarga, sahnaga chiqishimdan oldingi hayajonni bosishda menga yordam beradi va o'zimga ishonchimni orttiradi. Men shunda maksimalni o'zimni san'atimni ko'rsatishga harakat qilaman ijromda. These little town blues all melting away.
So